Assalomu alaykum vatandoshlar. Ismim Qudrat, yoshim 42 da. Hozir bitta video ko'rdim. Anaqa Boyka bilan Adilxonni anaqasini zalda urushganni. Nima maynavozchilik, nima sharmandagarchilik bu Boyka kim bu? Bu maymunlar nima shovqiyotdi o'zlari tushunib bo'lmaydi bularni. Urushganini ko'rsang вообще sportga aloqasi yo'q odamlarda bular. Anaqa Adilxonning o'zi ham shunaqa, showmen odam. Bu Boykasi ham endi chiqib olib show qilib, mana hozir videosini qo'yaman, ko'ringlar. Вообще sportchi emas-da, buni kim anaqa qilyapti? Oktagonga ham hayronsan. Mana shu hozir jang qilayotgan ikkalasini talashayotgan ikkala kuchukni. Ikkalasini bitta qo'yib uraman. Yoshim 42 da bo'lsa ham, 42 daman. Ikkalasini bitta qo'yib uraman. Bu videoni o'sha Boyka bilan Adilxonga tashab qo'yinglar. Menga xabar aloqaga chiqsin, telefon nomerim 94lik 685 83 13. Ikkalasini bitta qo'yib uraman o'shalarda bor-ku. Chiqib unaqa qilaman, bunaqa qilaman, oktagon bir nima sir nimalar qilishadi. Kuchuklar yurgan. Jangini ko'rsang hozir odam yig'laging keladi. Bular sportchi emas, bu yurgan cho'ponlar bular. O'shani tashab qo'yinglar, mana shu videoni ko'rsin u kuchuklar. Urshamiz bo'ldimi? Boyka bo'ldimi? Sizga kerak, Dadaxon tur o'rtada. Dadaxon tushmaydi ishni. Bunga o'z bo'laman. Gelmişim var, bak bakayım. Yana taşısamı? Yana taşısamı? Yana taşısam? Yana taşısam? Yana taşısam? Ha? Yana taşısam? Yana taşısam mı? Sen yapayım. Ne kadar vardı ne geldi şuna? Bundan koyayım. Çetellik bilen uçsayım olmuyor mu? Ha? Karayana taşıyasın.